Bugun Sherzod ko'rgani yo'lga chiqdik Angren shahardan. Soatimiz 17:15. Hozir Angren stansiyasini olib turibmiz mana. Culture starts to play in your fear. And now I seem to roll into gears. And there's nobody there to catch your tears. Dry 'em here. It's time to dance. It's time to let go, let go, let go. Let the music move your body, move your soul. And when the weight gets too heavy to hold. Mana do'stlar, biz Toshkentga kelib oldik Sardor aka bilan. Endi Sherzod ko'rishga boramiz, kutyapmiz. Hozir Yangiboddamiz. Mana do'stlar, va nihoyat Sherzodni olib kelib oldik. Mana go'sht. 2 yil mobaynida ko'rishmadik, mana kelib oldik. Bugun iliq suhbatlar bo'ladi. Qanchalik borganingizga savol javoblar, haqida. Hozir Yangibod bekotidan kiryapmiz. Qayerga boramiz Sherzod? Olmos bekatiga. Yo, Olmos magazinigami? Bekatiga. Mana do'stlar, bugun Sherzod bizga qo'y go'shti olibdi. Qo'l bolacha. Qozon kabobmi? Qozon kabob. Qozon kabob beraman deyapti. Xudo xolasa qo'ldan osh yeymiz. Yo, osh dedim, qozon kabob yeymiz. Sherzod, qayerga qochyapsiz? Makinaga boramiz. Men hozir Toshkentda yashayman. Shu yerda ishlayman. Bitirganimdan keyin ancha tajribam oshdi. Qaysidir ma'noda ish borasida ham, boshqa narsalarda ham. Mana do'stim Sardor aka keldi. Holatni, sharoitni tanishdi, mehmon bo'ldi. Hamma tomon yaxshi. Hayit bayramiga yaxshi bayram, yaxshi sovg'a bo'ldi kelgani. Hozir ishdan tashqari ham uyda ba'zi ishlarimiz bor, shu bo'yicha ham ishlaymiz. Ertalab chiqib, kechqurun qaytamiz ishdan. Shu kechqurun shu kvartira muhitida, mana shunaqa chiroyli joyda yashab ijod qilamiz. Bitirganingizga qancha bo'ldi? Bitirganimga 2 yildan oshyapti. Menimcha 2 yil bo'lib qoldi. 2 yil bo'lib qoldi. 2 yil davomida ko'proq master-plan bilan ishladik. O'zbekistonda hozir master-plan yangilik bo'lgani uchun yangi qiziq soha bo'lib tuyuldi. Shunday yuribmiz hozir. Samarqand bilan Toshkentning farqi nimada ekan? Samarqand bilan Toshkentning farqi katta sezilmadi-yu. Bu yerda tojiklar yo'q ekan haqiqatdan. Lekin narxda bilinmaydi, narx bir xil tashdi. Arzon joyi ham bor, qimmat joyi ham bor. Borishim joyiga qarab. Odamga qarab. Qanaqa o'sish sizdingiz o'zingizda? O'sish ko'p bo'ldi. Universitet faqat yo'nalish yo'l yo'riq ko'rsatgan bo'lsa, bu yerda aniq qilishingiz bo'lgan ishlar ham aniq. Bitirgandan keyin, ish bitirgandan keyin natijasi aniq. Qanaqa ko'rinishda bo'lishi, qanaqa darajada chiqishi aniq. 5 yildan keyin o'zingizni qanaqa yoki qayerda qo'yasiz? 5 yildan keyin o'zimni katta bir mashinada ketayotgan. Hozirga yo'q. O'sha kelajakdagi Sherzod uchun nima deysiz? Kelajakdagi Sherzod uchun Hozirgi damda. Don't wait, don't stop, keep going, keep working. Necha foiz odam shu yo'nalish bo'yicha ketdi? Bitirganlar ichidami? Ha. Aniq ma'lumot bilmayman lekin. Ketgani bordir, ketmagani bordir bilmayman. Shu sohada qolishmi oxirigacha? Boshqa ortga qaytish yo'q. Qolganlarga nima maslahat berasiz? Aytyapman-ku, keep going, don't stop, keep working. Shu sizlarga ham shu maslahat. Yana qanaqa savollaringiz bor menga? Oxirgi gapingiz. Oxirgi gapim kelganlar uchun rahmat. Pushaymonmisiz? Anvar qalaysiz? Yaxshi. Mana Anvar logotiplar bo'yicha mutaxassisimiz. Brendmen. Ya. U temaga kirmayman. Nafaqat grafik dizayner, balki interior dizayner, umuman arxitekturniy dizayner desam
xursand bo'ladi. Ana. Anvar qori. Hayotdagi shioringiz nima Anvar o'zi? Hayotdagi shiorimmi? Bilmadim, hech bitta shior o'qib ko'rmagan ekanman. Ha, kam gap qilgan. Kamgap ko'p ishlaydigan mehnatkash. Mehnatkash. Zahmatkash. Sabrga gapiring. Nima deymiz? Institut bitirgandan keyin nima qildingiz? Bu yerga kelishingizga nima sabab bo'ldi hozir? Kelishimga sabab Bekat. 2 yilda nechadir oy bo'lyapti institut bitirganimizga. Bitirganimizdan beri ancha ishlar qildim. Institut bitirdik. O'sha yilda o'zida boshladim ishga kirishni. 2 oydan keyin boshladim. Kadastrga harakat qildik. To'g'rirog'i. 1 oy ichida ishga kirdik. Uzog'i bilan 2 oy ishladim. Kadastrga buyruq chiqqandan keyin. Qarasam muhit yoqmadi. İşte bo'lardi. 1 yil uyda yurdim. To'g'ri, ishga qiziqish so'ndidan keyin. 1 yildan keyin Rossiyaga ketishga dokumentlar tayyorlab, bu yoq hammasi tayyor bo'lgan edi. Tavakkal qilib topshirib ko'rdim ishga yana. Yana o'xshab qoldi. Ishga kirib qoldim. Ben Rossiyaga ketish shartman bo'lib qoldi. Hozir ishlab yuribman. Orada armiyaga borib keldim 1 oylik. Shuytuman ishlab yurib kelib Hozirgi ish joyingiz, lavozimingiz qanaqa? Hozirgi ish joyim Angren-Ko'mikonda, lavozimim marshader. Marshader sohasi bo'yicha ish olib boryapman. Sohani chuqur o'rganish. Hayit bayramiga keldingiz bu yerga. Hayit bayrami ayyomi bilan shu munosabat bilan Toshkentni aylanib eski og'aynilarni nima qilish, yo'qlash maqsadida aylanib keldik. Yaxshi. Ishlaringizga omad. Doston o'zingizni tanishtiring yaxshiroq, aniqroq. O'zim Toshkent viloyati Angren shahrida tug'ilganman. Endi videoning muallifi hozir o'zimman. Samarqand davlat arxitektura qurilish universitetida o'qiganman. Afsuski. Endi hayotimiz o'zi bir tasodif, taqdir bo'lib qolgan. Hozir davlatchidaman. U yerda uchratgan odamlaringizni hozir necha foizini ko'rasiz shu sohada, o'zingiz atrofingizda? 50%ni. Hozir Undan kam bo'lishi mumkin. hozirgi ishlayotgan ishingizdan qoniqasizmi yo boshqa ishga o'tmoqchimisiz? Qoniqish qaysi ma'noda endi? Maosh borasida bo'lsa qoniqishim mumkin, lekin o'sish, karyera yoki kelajak ma'nosida qoniqish yo'q. Shuning uchun ham oylik kam bo'lsa ham boshqa sohaga o'zimni urib ko'rmoqchiman. Nimaga shu o'qish davomida bir qandaydir shogird tushibmi, ish o'rganmagansiz? Endi menimcha mablag' tomonlama bo'lishi mumkin. Moliyaviy tomonlama qiyinchilik bo'lgani uchun ishlashga majbur bo'lganman. Bayram munosabati bilan nima deya olasiz? Bayram munosabati mana biron bir qurbon hayitida biror narsa so'ymagan bo'lsak ham mana Sherzod 2 kilo go'sht olib kelib qo'ydi ekan. Shuni dimlab berdi chiroyli qilib. Hayitli kunda kutib oldi mana. O'zi musofir bo'lsa ham mehmonlarni ham bir mezbon sifatida ko'rdi-da. To'g'ri gapirdimi? Shunaqa odammiz. Atakkab yo'q. Mana video oxirida hammaga yaxshi kayfiyat, yaxshi so'z. Mana Sherzodning dvoriga mana shu. Sherzod bugun qaysi mashina olib ketasiz bizni? Kabishdami? Sherzod bizni avtobusga olib chiqdi hozir. Sherzod olib ketyapti. Aldo qatga olib ketyapsiz aldab bizni? Anlar jo'natib olmoqchiman. Mana Anvar ham shu yerda birga. Jo'natib olmoqchiman. Hamma jinoiy ishga. Hamma ish topib olibdi. Hamma ishda bor.
30 avtobusmidi? O'ttiz mana invalidlar joyi. Sizda o'tirib oldingiz. Sherzod uchun bugun важный. Nimaga? Chunki Sherzodni katta orzulardan bittasi ushalyapti. Nima zakaz qilgandi? Choynak Choynak damlashga choynak. keyin plus o'sha oshxona nimalari, anjomlari. Eng bag'risan, eng Sherzod tushga parda. bir oydan beri orzu qilayotgandi. Mana bugun man sababli orzusi amalga Uzun marketgami? Ha, uzun marketda endi Chiyki bekat. man sababchi Shohsana bo'lib ko'chasi qoldim. bekati. Eng katta orzularidan ushalishiga. Eng важныйsi esdan chiqib ketdi. Sizda ham. Sizda ham orzuyingizdir. Bilasizmi? Tushga parda. Ha. Jan orzu Tushga parda. Hayot maqsadi shu. maqsad desak to'g'riroq bo'ladi. Endi Sherzodga realniy orzu edi. Chunki Orzuyimga yetishdim. bir hafta och qolib ketgan Sherzod. Bir hafta och qolib ketgan. Yaxshi ham kelgan. Yo'q, haqiqatan ham osh ovqat yo'qligidan ko'chaga chiqib shashlik yedimda faqat. Ana shashlik yurib, Qanaqa shashigan ovqat. ha, jig'imga botdi oxiri. Rohatga kelyapmiz. Keldikmi? Ha,